Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Xudo xolasa bugun 2026-yil 19-avgust sanasida Buxoro shahrida turibmiz. Inshaalloh bu uzum navimiz Amerika kishmish navi Apple Glow. O'zbek tiliga tarjima qilganda olma chaqnashi. Xudo xolasa bu navimiz nishona hosili mana bu yeridan payvand bo'lgan. Bu yangi hosil. Inshaalloh O'zbekistonimizdagi men o'ylaymanki yagona hosil shu. Keyingi yillarda albatta haqiqiy hosillarni ko'rsatamiz. Inshaalloh o'sishlari o'rtacha juda tez ham emas, juda sekin ham emas. O'sishlari o'rtacha. Ba'zi bir uzumlarga o'xshab stress olib qolmagan yaxshi. Xo'p, barglari mana shu holatda. Bu uzum navini boshqa davlatlardan, boshqa odamlardan sotib olganlar uchun barglarini ko'rsatamiz mana. Qirralarining uchi tumtoqroq 5 ta bo'lakka bo'lingan barg. Orqalari mana biroz kasallik tushgan, shunga qaramay bargiga kasallik tushgan, lekin donida unchalik kasallik yo'q. Donlari mana shunday o'rtacha kattalikda. Xudo xohlasa hozir yeb ko'rsatib beramiz. Inshaalloh bu navimiz 100% kishmish. Umuman ichida rudimenti ham yo'q. Qarsildoq. Po'stlog'i umuman og'izga bilinmaydi. Qandaydir og'izga yoqadigan kisliroq, shirin kisli ta'mi bor. Lekin bu ta'mni sizlarga ta'riflab bera olmayman. Muskat bo'lib muskat emas, oddiy bo'lib oddiy emas. Mana shunday yorqin, tiniq. O'zini yuzi qanday tiniq, ta'mi ham mana shunday tiniq ta'mi bor. Juda bir go'shtlik zich, shirin kisli ta'm. Juda ajoyib. Bu endi birinchi yilki nishona hosili, navni tasdiqlash uchun qo'yganmiz. Inshaalloh kelajakda bu navni haqiqiy go'zal hosillarni qo'yishni niyat qildik. Albatta bu navni keyingi yil kuzatamiz. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.